Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar. Bugün hammanglarning jumaligi xayrli olsun. Tünögün şunda hoş xabar Gollandiyaning ve Kanadaning Amerikaning aqdilla agishib parlamentninki irqiy qirg'inchilikni qonundan o'tganligini xabarini sizlar bilan uchrashdik. Bugün Washingtonda Uyg'ur Amerika uyushmasining yetakchiligida Alpidar xonim va Dilmurod cho'ng bir namoyish uyushtirib, Uyg'ur qizlar hammasi namoyish qilyapti. Bugün namoyish chiqqan Uyg'ur Amerika uyushmasining yetakchiligida namoyish chiqib, bütün dünyadaki oilam qini degan dünya yüzüde ot çaçırgandek çaçıravatkan, bütün dünyanı qo'zg'avatgan namoyishning bir parçası olup şunu qo'llab, Amerika'nın Washington'da epiravatgan namoyishga men baramay kaldım. Lekin aşının içinde bugün hazır mening ovozim bor. Men mush uyda oturup sizlar bilan billa. Ben bugün sizlarning namoyishinglarning bütün dünyadaki barliq namoyishchilar bilan ovozning qo'shilishini umid qilaman va tilaklaringlarning shunda atdiganda mushunda sovuqda saharda chiqib mushu namoyishga mush Amerikaning her yeridan kelib qatnashgan Washingtonda mush saat 10'da atdiganda sovuq shamollarda aşağıda turib o'zining Turkiyadagi dunyoning hamma yeridagi bo'layotgan namoyishlarni billa qo'llab chiqqan xonim qizlarga va yigitlarga bütün namoyishchi jangchilarimizga samimiy salom, oliy ehtirom. Hem bütün dünyadaki qarindoshlar hammanglar bugün birlikte mush namoyishni billa o'tkazyapsizlar. Bugün dünyanın hamma yerida namoyish o'tyapti. Men chiqanmadim, bu so'rayman. Chunki mush vaksina urdirib qolganligim uchun bu namoyishda bo'lolmadim. Bu Amerikadagi Uyg'ur Amerika uyushmasining mushu qonun ma'qullashdimi, xalq harakatidimi, shundoq oldida turib eppadinglar Alpidar xonim va barliq shu Uyg'ur Amerika uyushmasining barliq board a'zolari, Quzat apandim va Max apandim mushu buningdan boshqa har qanday faoliyatlarni shundoq yaxshi o'rlashtiryapsizlar. O'tganda hatto kiyim kechaklar bilan hamma narsani alayda o'rlashtirib shundoq cho'ng namoyishlarni o'tkazyapsizlar. Sizlerning tilaklaringlar ijobat olsun. Her bir qilgan faoliyatlaringlar aşağıdaki Uyg'urlarning qutulup chiqishiga, vatanimizning ozod bo'lishiga bir yo'l ochsin. Hamma namoyishchilarga samimiy salom, oliy ehtirom. Rahmat sizlarga.